Bahor nafasi yerga yorug'lik va iliqlik olib kelgan kezlarda inson qalbida ham yangilanish, ezgulik va shodlik jo'sh uradi. Tabiat uyg'onishi bilan insoniyat ham o'zining asl mohiyatiga qaytadi. Ana shunday fayzli kunlarda Zomin tumani 3-umum ta'lim maktabida Navro'z ayyomi katta tantana bilan nishonlanilmoqda. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostida o'tkazilgan ushbu bayram barcha ishtirokchilarga unutilmas taassurotlar bag'ishlaydi. Bayramni maktab direktori Bahrom Yo'ldoshev tantanali ochib berar ekan, Navro'zning milliy qadriyatlarimizdagi o'rni, uning xalqimiz hayotidagi ahamiyat haqida so'z yuritdi. U Navro'zning shunchaki fasl almashinuvi emas, balki asrlar davomida saxovat, bag'rikenglik, birdamlik timsoli bo'lib kelayotganini alohida ta'kidladi. Qadimiy bayramning ana shunday muhim xususiyatlarini ifodalash maqsadida buyuk ajdodlarimizning Navro'z haqidagi fikrlari sahnada namoyish etildi. Alisher Navoiy, Bobur Mirzo, Uvaysi va Nodira begim kabi buyuk siymolarning hikmatli so'zlari Navro'zga bo'lgan yuksak e'tiborni yana bir bor tasdiqladi. Shu payt sahnaga jarchi chiqib, o'zlarining tantanavor ovozlari bilan barchani bayram shodiyonalariga chorladilar. Ularning har bir so'zi Navro'zning tarixiy ildizlarini eslatib, tomoshabinlarni qadimiy urf-odatlar bilan bog'ladi. Jarchilarning chaqirig'idan keyin esa maktabning folklor etnografik jamoalari maydonga chiqib, o'zining betakror chiqishlarini namoyish etdi. Qadimiy xalq qo'shiqlari, laparlar orqali ajdodlarimizning an'analari aks ettirildi. Bu jamoalarning harakati, sahnadagi jonli ifodasi Navro'zning asl mohiyatini his qilishga yordam berdi. Folklor jamoalarining chiqishlaridan so'ng bayramga yangidan jon baxsh etgan raqslar namoyish etildi. Yosh qizlar ijrosidagi raqs maydonga noziklik, nafislik, bayramona tarovat va jo'shqinlik olib kirdi. Ularning bejirim qadam tashlashlari, qo'l harakatlari, liboslarning rangi va harakatga mos ravishda hilpirashi Navro'z tabiatini yaqqol aks ettirdi. Raqs davomida qizlarning har bir qadam tashlashi bahorning ilk chamanlarini eslatib, ularning jilmayishi esa oftobning ilk nurlari kabi yuraklarni isitdi. Navro'z milliy qadriyatlar, an'analar va o'yinlarsiz to'liq bo'lmaydi. Shu sabab milliy o'yinlarga ham alohida e'tibor qaratildi. Yoshlarning chaqqonligi, arqon tortishdagi jipsligi, tosh ko'tarishdagi matonati milliy sportimizga bo'lgan e'tibor va hurmatni yana bir bor ko'rsatdi. Bayram tadbiri davomida milliy o'yinlar, arqon tortish, tosh ko'tarish bahslari, milliy raqslar, milliy an'analarimizga xos bo'lgan urf-odat an'analarning namunali ko'rinishlarini namoyish etishmoqda ushbu o'quvchilarimiz. Bugungi bayram bilan barchani muborakbod etaman. Har bir bellashuvda ishtirokchilarning zavqlanishi, tomoshabinlarning ularga bo'lgan qiziqishi bayramning haqiqiy qizg'inligini oshirdi. Bayram shukuhi yana bir bor raqs bilan davom etdi. Bu safar yigitlar ham qizlar bilan birgalikda milliy raqslar ijro etib, Navro'zga xos quvonch va jo'shqinlikni yanada kuchaytirdi. Ularning xatti-harakatlari milliy chorg'ular jo'rligida raqsga tushishi butun maydonni o'ziga rom etdi. Raqs ishtirokchilari sahnada go'yo bahor nafasi bilan birga suzib yurgandek taassurot qoldirishdi. Mana bizning maktabimizda Navro'z bayrami keng nishonlanyapti. Biz bu Navro'z bayramida milliy raqslar, milliy o'zimizning sport o'yinlarini ham ko'rdik. Mana endi bu haqida Navro'z haqida ustozlarimizni fikri bilan ham bo'lishamiz. Navro'z kayfiyati qanday bo'lyapti sizga? Bugungi tadbirimiz yoqyaptimi? Ajoyib, takrorlanmas, juda ham chiroyli. Xursand bo'lib o'tiribmiz o'quvchilarimizni mahoratlarini ko'rib. Ustozlariga rahmat. Mana shu dasturda tayyorlagan badiiy rahbarlariga rahmat aytamiz. Juda ham xursandmiz, o'quvchilar ham juda ham xursand. Navro'z o'zi shunaqa chiroyli bayram, insonlarning qalbiga yetib boradigan, insonlarning ruhini ko'taradigan, bir-biriga yaqinlashtiradigan ezgulik bayrami. Shuning uchun bu bayramni hammamiz orzu qilib kutamiz va doimo o'zgacha shukuh bilan qarshi olamiz. Yangi mana hozir Navro'z bayrami juda chiroyli o'tmoqda. 3-maktabda tayyorlaganlarga ham rahmat. Mana qizlarimiz hammasi
milliy kiyimda, hamma yoq gullar, mana chiroyli. Hammani yana yil mana shunday bayramlar bo'laversin. Hamma sog' salomat yana yil mana shunday yana bayramlarni nishonlash nasib qilsin hammamizga. Yaxshi kayfiyat tilaymiz ustoz sizga. Hamma xursand mana. Bu Navro'z bayrami aslida bu yangi kun, yasharish degan kuni. Mana hamma go'zal, hamma yoq chiroyli, daraxtlar gullagan. Bugun ertaga mana shu kun bilan tun teng kun eski nimamizda aslida yangi yil ertaga 21-mart kuni kiradi. Hammalaringni mana shu bahor bayrami bilan, Navro'z kuni bilan, yangi yil kuni bilan tabriklayman. Bayram kayfiyatlari juda ham zo'r. Bugun har yilgidan ko'ra Navro'z juda ham ajoyib nishonlanyapti. Barchani bayram bilan tabriklayman. Samimiy tilaklar uchun rahmat, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kayfiyati mazza qilib tomosha qilyapmiz. Hammani Navro'z ayyom bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barchani tabriklayman. Hammani mana shu Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu ro'za Ramazon oylarida kimki nimaki niyat qilsa, niyatlarga yetib yurish Allohim o'zi qo'llasin. Bayram kayfiyatlari qanday bo'lyapti? Bugungi tadbirimiz sizlarga yoqayaptimi? Navro'z bayrami haqida nima deysizlar? Milliy bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Asosan bu Navro'zda milliy taomlar ko'proq tayyorlanadi. Eng yaxshi bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Yaxshi kayfiyat tilaymiz qizlar. Bayram kayfiyatlari qanday? Zo'r. A'lo. Navro'z bayrami haqida nimalar deysiz? Yangilanish bayrami hamma mana ko'tarinki ruhda. Rahmat tashkilotchilarga. Yaxshi kayfiyat tilaymiz ustoz. Rahmat sizlarga. Bayram kayfiyatlari ajoyib. Tadbirimiz yoqayaptimi sizga? Ha. Hamma narsa ajoyib bizgacha. Ayniqsa siz. Azmina. Yaxshi kayfiyat tilaymiz asalim. Mayli, rahmat. Hammani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Qutlu barakotli yil bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram sizga yoqayaptimi? Albatta yoqyapti. Ayniqsa qizlarning raqslari, o'g'il bolalar uchun atalgan har xil milliy o'yinlarimiz bayramga yanada ko'p bag'ishlayapti va bizning Navro'z bayramimizda yaxshi nishonlanishga olib kelyapti. Bayram kayfiyatlari juda zo'r. Menga yoqyapti. Qizchalar o'ynashi juda ham zo'r. Yaxshi? Navruz bu tabiatning uyg'onishi, inson qalbining poklanishi, birdamlik va mehr-oqibat ayyomidir. Ming yillar davomida xalqimiz bu bayramni hurmat bilan nishonlab kelgan. U nafaqat ajdodlardan meros qolgan qadriyat, balki kelajak avlodga qoldirilgan bebaho boylikdir. Butun elimiz, butun O'zbekiston, butun musulmon olami mana shu bayramni intiq bilan kutgan. Mana shu maktabimizda ham biz mana shu bayramni hozir juda ham ko'tarinki ruhda boshladik hamda yakunladik desak ham bo'ladi. Bolalarimizdan o'quvchilarimiz o'sha unutilayotgan qadriyatlarni yana bir bora esladilar, yana bir bora o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Biz albatta bundan xursandmiz. Sababki qadriyatlarimizni hech qachon unutmasdik. Qarangki, qizlarimizda shunday ko'tarinkilik bo'ldiki, jamalak, eng ko'p jamalakli qiz nominatsiyasini e'lon qildik maktabimizda. Qarang, 75 ta jamalak o'rab keldi. Zomin tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan ushbu bayram tadbiri ham Navruzning ana shu boqiy qadriyatlarini yana bir bor namoyon etdi. Navruz barchaga baxt, tinchlik va baraka olib kelsin. Dostonbek Bahromov, E'zoza Nuraliyeva, Xurshida Suyun va Sabrina Nuraliyevalar Zomin tumani Yom qishlog'idan maxsus tayyorladi.